Salom aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, dolzarb va ayrimlar uchun og'riqli mavzuni muhokama qilamiz. Hozir aytadiganlarim har bir fuqaroga, har bir oilaga bevosita tegishli. May oyining 1-kunidan boshlab hayotimizda jiddiy o'zgarishlar yuz berdi va bu o'zgarishlar afsuski ko'pchilik uchun katta moliyaviy yo'qotishlarga, ya'ni og'ir jarimalarga olib kelishi mumkin. Agar siz bugungi videoni oxirigacha ko'rmasangiz, shu masalada to'liq ma'lumotga ega bo'lmasangiz, ertaga bu ma'lumotning narxi sizga bir necha million so'mga tushishi mumkin. Shuning uchun iltimos, diqqat bilan eshiting va hech bir detalni o'tkazib yubormang. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang, chunki bu ma'lumotni iloji boricha ko'proq odamga yetkazishimizga yordam beradi. Muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvalambor shuni ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasida ma'muriy javobgarlik va jarimalar tizimi doimiy ravishda takomillashtirib boriladi. Biroq so'nggi yillarda aynan aholining turmush tarzi, xususan maishiy chiqindilarni boshqarish, uylar va atrof muhitni tozalash hamda noregistr qilingan iqtisodiy faoliyatga nisbatan talablar sezilarli darajada yumshoqroq edi. Ko'pchilik maishiy chiqindilarni belgilangan joylardan tashqariga tashlash, ularni yig'ish qoidalarini buzish yoki o'z hovlisi atrofidagi hududni tartibsiz holatda saqlash kabi qoidabuzarliklarga nisbatan yengilroq qaralardi. Jarimalar miqdori past edi yoki amalda qo'llanilishi kam uchraydigan holat edi. Masalan, eski qonunchilikka ko'ra, maishiy chiqindilarni tashlash qoidalarini buzish bo'yicha eng kam ish haqining yarim baravaridan 1 baravarigacha jarima nazarda tutilgan bo'lsa, bu deyarli hech kimni jiddiy tashvishga solmasdi. Xuddi shunday, shaxsiy hovlilarda yoki kvartiralarda qo'shimcha noregistr qilingan faoliyat olib borish, masalan, kichik do'koncha ochish, sartaroshxona xizmatlari ko'rsatish yoki avtomobillarni yuvish shoxobchasi tashkil etish kabi holatlar ham nazoratdan chetda qolardi. Soliq idoralari bu kabi faoliyatni aniqlashda qiyinchiliklarga duch kelishar. Aholi o'rtasida esa bu normal holat sifatida qabul qilinardi. Bu bir tomondan aholining qo'shimcha daromad topishiga imkon bersa-da, boshqa tomondan soliq bazasining qisqarishiga, xizmat ko'rsatish sifati nazoratining susayishiga va atrof muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishiga olib kelardi. Masalan, uy yonida kichik avto yuvish shoxobchasi ochgan tadbirkor na atrof muhit talablariga rioya qilardi, na soliq to'lardi, na suv va elektr energiyasi uchun to'liq haq to'lardi. Bu esa umumiy resurslardan noo'qilona foydalanishga olib kelardi. Endi esa 1-maydan boshlab vaziyat keskin o'zgardi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yangi farmoni va Vazirlar Mahkamasining qarori bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga jiddiy o'zgartirishlar kiritildi. Bu o'zgartirishlar ayniqsa ikkita asosiy yo'nalishda. Birinchidan, aholi punktlarida sanitariya-ekologik holatni yaxshilash va maishiy chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish. Ikkinchidan, noqonuniy iqtisodiy faoliyatni legallashtirish va soliq bazasini kengaytirishga qaratilgan. Aslida bu o'zgarishlar uzoq muddatli istiqbolda mamlakatimizda yanada obod qilish, ekologik vaziyatni yaxshilash va iqtisodiy adolatni ta'minlashga xizmat qiladi. Ammo qisqa muddatda bu yangi qoidalardan bexabar qolgan fuqarolar uchun juda katta jarimalarga sabab bo'lishi mumkin. Endi jarimalar miqdori bir necha barobar oshirildi va ularni qo'llash mexanizmi ham kuchaytirildi. Qisqasi, endi eski usulda yashash va ishlash imkonsiz bo'ladi. Davlat bu borada juda jiddiy harakatlarga kirishgan. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanmasligi kerak. Bu qismda har bir fuqaro bilishi shart bo'lgan yangi qoidalar va jarimalar haqida batafsil to'xtalamiz. Ayniqsa ikki yo'nalishda juda jiddiy o'zgarishlar bor. Maishiy chiqindilarni boshqarish va noregistr qilingan ruxsatsiz tadbirkorlik faoliyati. 1. Maishiy chiqindilarni noto'g'ri tashlash va atrof muhitni ifloslantirish. Oldinlari ko'pchilik hovlisini tozalaganda yig'ilgan barglarni, shox-shabbalarni yoki qurilish chiqindilarini shunchaki ariqlarga, ko'chalarga, uy oldidagi bo'sh yotgan joylarga tashlab ketardi. Ba'zilar esa axlatni konteynerlargacha olib borishga erinib, yo'l-yo'lakay tashlab ketishardi. Endilikda bunga nisbatan munosabat tubdan o'zgardi. Nima o'zgardi? Yangi qoidalarga muvofiq maishiy va qurilish chiqindilarini belgilangan joylardan tashqariga tashlash, ularni yig'ish uchun mo'ljallanmagan joylarga to'kish, shuningdek chiqindilarni saralash, agar hududda saralash talabi joriy etilgan bo'lsa, qoidalarni buzish uchun jarimalar keskin oshirildi. Endilikda jismoniy shaxslar uchun jarima bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 5 baravargacha, ya'ni bugungi kunda 120 ming so'mdan 1700 ming so'mgacha etib belgilandi.
Huquqiy shaxslar uchun esa bu miqdor 10 baravardan 20 baravargacha 3.400.000 so'mdan 6.800.000 so'mgacha oshirildi. Eng muhimi, takroriy qoidabuzarlik uchun jarima miqdori 2 barobar oshishi nazarda tutilgan. Kimlar tashvishlanishi kerak? Shaharlar va qishloqlarda yashovchi har bir fuqaro, ayniqsa o'z hovlisi yoki kvartirasi atrofidagi sanitariya holatiga beparvo bo'lganlar. Qurilish yoki ta'mirlash ishlarini amalga oshiruvchi shaxslar. Chunki qurilish chiqindilarini tartibga solish qoidalariga rioya qilmaslik ham ushbu jarimalar ostiga tushadi. Chiqindilarni o'z vaqtida va belgilangan joyga olib bormaydigan yoki ularni saralash, agar bunday tizim joriy etilgan bo'lsa, talablariga amal qilmaydiganlar. Mahalla hududida, ko'chalarda, jamoat joylarida chekuvchilar, agar ular sigareta qoldiqlarini atrofiga tashlasa, bu ham kichik miqdorda bo'lsa-da jarimaga sabab bo'ladi. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? O'z hovlisi va uyi atrofini doimiy ravishda toza saqlaydigan, chiqindilarni belgilangan konteynerlarga yoki maxsus chiqindi tashuvchi transport vositalariga topshiradigan fuqarolar. Chiqindi yig'ish xizmatlari uchun o'z vaqtida to'lovlarni amalga oshiradiganlar. Qurilish chiqindilarini tashish uchun ixtisoslashgan tashkilotlar bilan shartnoma tuzgan va ularga belgilangan tartibda chiqindilarni topshiradigan shaxslar. Real hayotiy misollar. Misol 1. Toshkent shahrining Chilonzor tumanida yashovchi fuqaro Azamat aka o'z hovlisida ta'mirlash ishlarini olib borib, eski g'isht, beton bo'laklari va boshqa qurilish chiqindilarini yig'di. Unga bu chiqindilarni olib ketish uchun maxsus xizmatga murojaat qilish qimmatdek tuyuldi va u kechasi barcha chiqindilarni uyidan bir ko'cha narida joylashgan bo'sh yer uchastkasiga tashlab keldi. Bir necha kundan so'ng mahalladagi inspektor va ekologiya qo'mitasi xodimlari nazorat reydini o'tkazib, kamera yozuvlari orqali Azamat akani aniqladilar. Natijada unga BXMning 5-baravari miqdorida, ya'ni 1.700.000 so'm jarima qo'llanildi. Agar u bu chiqindilarni belgilangan tartibda olib ketganida, ehtimol 500.000-800.000 so'm atrofida xarajat qilgan bo'lardi. Endi esa 2 barobar ko'p pul to'lashiga to'g'ri keldi. Bu yerda Azamat aka qanaqasiga meni topishadi deb o'ylagan, ammo bugungi kunda video kuzatuv kameralari juda keng tarqalgan va ulardan olingan yozuvlar jarima qo'llash uchun asos bo'la oladi. Misol 2. Namangan viloyatining Pop tumanida joylashgan qishloqda yashovchi bir necha oilalar o'z uylari yaqinidagi ariq bo'yini axlatga to'ldirishgan edi. Eski shinalar, polietilen paketlar, plastik butilkalar bilan ariq to'lib, suv oqimi to'xtab qolgan. Atrofdan badbo'y hid kelayotgan edi. Mahalladagi faollar shikoyatidan so'ng ekologiya qo'mitasi mutaxassislari ushbu hududga chiqib, qoidabuzarliklarni aniqladilar. Arizalar va guvohlar ko'rsatmalari asosida hududga mas'ul bo'lgan 3 ta oila boshlig'iga har biriga BXMning 3 baravari miqdorida, ya'ni 1.20.000 so'mdan jarima qo'llanildi. Bu yerda e'tibor bering, har bir qoidabuzarga alohida jarima yozilgan. Bu oilalar hatto qishloq joyida kim nazorat qiladi deb o'ylashgan edi. Misol 3. Farg'ona shahrida ko'p qavatli uylardan birida yashovchi ayrim fuqarolar maishiy chiqindilarni tashish uchun mo'ljallangan konteyner yoniga kattaroq gabaritli chiqindilarni, masalan eski mebel, maishiy texnika qismlarini belgilangan tartibga rioya qilmasdan tashlab ketishgan. Bunday chiqindilar maxsus texnika yordamida alohida olib ketilishi kerak bo'ladi. Ammo fuqarolar qo'shimcha xarajat qilmaslik uchun shunchaki tashlab ketgan. Ko'p o'tmay maxsus trans xodimlari bu holatni qayd etib, mahallaga murojaat qilishdi. Mahalla yig'ini bilan hamkorlikda huquqbuzarlar aniqlanib, har biriga BXMning 3 baravari miqdorida jarima qo'llanildi. Shu bilan birga konteyner maydonchasida to'plangan gabaritli chiqindilar uchun to'lovni mahalla yoki ko'p qavatli uy xizmat ko'rsatuvchi shirkat o'z hisobidan amalga oshirishga majbur bo'ldi. Bu shunchaki bir shaxsning beparvoligi butun mahalla yoki uy aholisi uchun muammo tug'dirishini ko'rsatadi. 2. Ruxsatsiz tadbirkorlik faoliyati va noregistr qilingan xizmatlar. Avvalgi davrlarda ko'pchilik uyda kichik biznes boshlab, uni rasman ro'yxatdan o'tkazmasdan faoliyat yuritardi. Bu asosan kichik do'konlar, sartaroshxonalar, go'zallik salonlari, kiyim tikish ustaxonalari, avtomobil ta'mirlash yoki yuvish shoxobchalari kabi xizmatlar edi. Bu kabi faoliyat yurituvchi shaxslar soliq to'lashdan, sanitariya normalariga rioya qilishdan va boshqa majburiy talablardan ozod bo'lishardi. Bu esa adolatsizlikka, noqonuniy raqobatga va budjetga tushumlar kamayishiga sabab bo'lardi. Nima o'zgardi? Endilikda noregistr qilingan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun javobgarlik sezilarli darajada oshirildi. Ayniqsa,
faoliyat turi litsenziyalashni yoki ruxsatnoma olishni talab etadigan bo'lsa, jarimalar juda katta miqdorda bo'ladi. Oddiy, ruxsatnoma talab qilmaydigan, ammo ro'yxatdan o'tish shart bo'lgan faoliyat turlari bo'yicha ham jarima miqdorlari keskin oshirildi. Jismoniy shaxslar uchun noregistr qilingan tadbirkorlik faoliyati uchun jarima BXMning 5 baravaridan 10 baravargacha 1.700.000 so'mdan 3.400.000 so'mgacha yetib belgilandi. Agar faoliyat litsenziyalashni talab qilsa va litsenziyasiz amalga oshirilsa, jarima BXMning 10 baravaridan 20 baravargacha bo'lishi mumkin. 3.400.000 so'mdan 6.800.000 so'mgacha va bunday holatlarda faoliyatdan olingan daromad musodara qilinishi ham mumkin. Takroriy qoidabuzarlik uchun javobgarlik yanada og'ir bo'ladi va jinoyat ishi qo'zg'atilishi ham ehtimoldan xoli emas. Kimlar tashvishlanishi kerak? O'z uyida yoki boshqa binolarda rasmiy ro'yxatdan o'tmasdan do'kon, ustaxona, sartaroshxona, go'zallik saloni, tikuvchilik, avtomobil xizmatlari va boshqa pullik xizmatlarni ko'rsatuvchi shaxslar. Internet orqali, masalan, ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilib, rasmiy ro'yxatdan o'tmasdan tovar sotish yoki xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanuvchilar. Litsenziya talab qiladigan faoliyat turlari bilan, masalan, dori-darmon sotish, ayrim tibbiy xizmatlar, transport xizmatlari va hamikeli tegishli ruxsatnomalarsiz shug'ullanuvchilar. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Yuridik shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida rasman ro'yxatdan o'tgan va barcha soliq to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshiradigan shaxslar. Qonunda belgilangan tartibda o'zi band qilgan shaxslar, ro'yxatiga kiritilgan va faoliyat turiga muvofiq maxsus soliq rejimida ishlaydigan fuqarolar. Shaxsiy ehtiyojlari uchun ishlab chiqarish, chorvachilik, dehqonchilik bilan shug'ullanadigan va mahsulotlarni faqat o'z iste'moli uchun foydalanadiganlar, faqat agar savdo maqsadida bo'lmasa. Real hayotiy misollar. Misol 1. Andijon shahrida yashovchi Maftuna opa o'z uyining bir qismida go'zallik saloni ochib, bir necha yildan buyon xizmat ko'rsatib kelardi. U soliqqa ro'yxatdan o'tmagan, hech qanday ruxsatnomasi yo'q edi. Mijozlari asosan mahalladosh ayollar bo'lgani uchun hech kim bilmaydi deb o'ylagan. Biroq mahalliy soliq inspeksiyasi xodimlari, mahalla faollari va xizmatlardan norozi bo'lgan bir mijozning murojaati asosida reyd o'tkazdilar. Faoliyatni tasdiqlovchi dalillar, massa uchun cheklar, guvohlar ko'rsatmalari, xizmat ko'rsatishga oid foto-video dalillar to'plangandan so'ng Maftuna opaga BXMning 7 baravari miqdorida, ya'ni 2.380.000 so'm jarima qo'llanildi. Bundan tashqari, uning faoliyatidan olingan noqonuniy daromadlar ham musodara qilindi va unga qisqa muddat ichida faoliyatni ro'yxatdan o'tkazish yoki uni to'xtatish majburiyati yuklatildi. Misol 2. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanida yashovchi Rustam aka o'z hovlisida avtomobillarni yuvish shoxobchasi ochgan edi. Uning yuvish punktida suv uchun to'lovlar aholi uchun belgilangan tarifda amalga oshirilgan. Elektr energiyasi ham xuddi shunday. Suv drenaj tizimiga ulanmaganligi sababli iflos suv to'g'ridan-to'g'ri ariqlarga oqardi. Soliq idorasi va ekologiya qo'mitasi xodimlari birgalikda o'tkazgan tekshiruv natijasida uning faoliyati noqonuniy deb topildi. Unga BXMning 12 baravari miqdorida, ya'ni 4.080.000 so'm jarima solindi. Bundan tashqari ekologiya qo'mitasi tomonidan atrof muhitga yetkazilgan zarar uchun qo'shimcha da'vo arizasi kiritildi va Rustam aka drenaj tizimini qonuniy ravishda qurish yoki faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. Bu holatda birgina soliqdan qochish emas, balki ekologiyaga ham zarar yetkazilganligi javobgarlikni yanada og'irlashtirgan. Misol 3. Navoiy viloyatida yashovchi bir yigit Instagram orqali chet eldan buyurtma asosida kiyim-kechak olib kelib sotardi. U o'zini rasman tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tkazmagan edi. Uning faoliyati bir nechta mijozlarning shikoyati, tovar sifati, yetkazib berish muddati bo'yicha asosida Davlat soliq inspeksiyasi tomonidan aniqlandi. Uning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi, yozishmalari va bank kartasiga tushgan pul o'tkazmalari dalil sifatida ko'rib chiqildi. Unga BXMning 8 baravari miqdorida, ya'ni 2.720.000 so'm jarima qo'llanildi. Bu yerda e'tibor berish kerakki, hozirda onlayn savdoni nazorat qilish imkoniyatlari juda kengaygan. Bank o'tkazmalari, elektron pullar bilan bog'liq harakatlar osongina kuzatilishi mumkin. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar. Har qanday qonunchilikda bo'lgani kabi, bu yangi qoidalarda ham ba'zi istisnolar, tushunilishi qiyin bo'lgan jihatlar va tuzoqlar mavjud. Ularni bilish sizni keraksiz muammolardan qutqarishi mumkin. 1. Istisnolar va tushuntirishlar. Maishiy chiqindilar. Asosiy istisno: agar siz chiqindilarni belgilangan tartibda, shartnoma asosida olib chiqish xizmatidan foydalansangiz va to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirsangiz, sizga hech qanday jarima qo'llanmaydi.
Yangi qoida asosan chiqindilarni beparvolik bilan tashlash holatlariga qaratilgan. Ba'zi hududlarda, qishloq joylarida chiqindi konteynerlari yetarli bo'lmasligi mumkin. Bunday holatlarda aholi tomonidan tashkil etilgan markazlashtirilgan yig'ish punktlaridan yoki mobil chiqindi yig'ish xizmatlaridan foydalanish ham qonuniy hisoblanadi. Asosiy talab atrof muhitni ifloslantirmaslik va chiqindilarni tartibli ravishda utilizatsiya qilishdir. Agar mahalla yoki qishloqda chiqindi yig'ish infratuzilmasi mavjud bo'lmasa, bu jarimadan ozod qilishi mumkin. Ammo bu holatni ekologiya qo'mitasi bilan aniqlashtirish zarur. O'zini o'zi band qilgan shaxslar. Noregistr qilingan faoliyat bo'yicha eng katta istisno bu o'zini o'zi band qilgan shaxslar faoliyatidir. Hukumat tomonidan tasdiqlangan ro'yxatda o'zini o'zi band qilgan shaxslar amalga oshirishi mumkin bo'lgan 80 dan ortiq faoliyat turlari mavjud. Agar siz shu ro'yxatdagi faoliyat turlaridan biri bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz va soliq mobil ilovasi orqali yoki Davlat soliq qo'mitasi sayti orqali o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, sizga tadbirkorlik faoliyati uchun jarima qo'llanmaydi. Bu juda muhim nuans. Bu kiyim tikuvchi, sartarosh, repetitor, tarjimon, buxgalter, kompyuter xizmatlari ko'rsatuvchi va boshqa ko'plab kasb egalariga tegishli. Ularga soliq turlari ham juda yengil, asosan yillik yig'imlar. Bir martalik va doimiy bo'lmagan xizmatlar. Agar siz qo'shningizga bir marta biror narsani tuzatishga yordam berib, buning uchun ramziy haq olgan bo'lsangiz, bu tadbirkorlik faoliyati hisoblanmaydi. Asosiy mezon faoliyatning muntazamligi va undan daromad olish maqsadining mavjudligidir. Ya'ni bir martalik yordam yoki o'zingiz foydalangan eski narsani sotish tadbirkorlik hisoblanmaydi. 2. Tuzoqlar va noaniq jihatlar. Og'zaki kelishuv tuzog'i. Ba'zida aholi chiqindilarni kimdir o'zi olib ketadi deb o'ylab, biror shaxs bilan og'zaki kelishuvga erishadi. Ammo agar o'sha shaxs chiqindilarni noqonuniy joyga tashlab ketsa, javobgarlik avvalo chiqindining egasi sifatida sizga yuklanishi mumkin. Har doim yozma shartnoma tuzing yoki ishonchli, litsenziyalangan xizmatlardan foydalaning. Bu ayniqsa qurilish chiqindilari uchun juda muhim. Agar siz Shovvoz amakiga qishloqda chiqindilarni olib ketish uchun 200 ming so'm berib, u ularni ariq bo'yiga tashlab ketsa, siz jarimaga tushasiz. Nazoratning ko'rinmasligi tuzog'i. Ba'zi odamlar meni hech kim ko'rmaydi, mahalla qishloqda kim tekshiradi deb o'ylashadi. Biroq mahallalarda kameralar soni ortmoqda. Fuqarolar o'zaro shikoyat qilishlari mumkin. Ekologiya qo'mitasi xodimlari va ichki ishlar organlari vakillari doimiy ravishda reydlar o'tkazadi. Xalq nazorati tamoyili ham faol ishlaydi. Qo'shningiz tashlagan axlatdan bezigan kishi videoga olib tegishli idoralarga yuborishi mumkin. Bu esa tekshiruv uchun asos bo'ladi. Xizmatdan norozilik tuzog'i. Agar siz ruxsatsiz tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib, mijozlaringizga sifatsiz xizmat ko'rsatsangiz, ularning shikoyati sizning faoliyatingizni fosh etishi mumkin. Noqonuniy faoliyatga qo'shimcha ravishda siz iste'molchilar huquqlarini buzganlik uchun ham javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Bu 2 karra muammoga olib keladi. Tadbirkorlikning qaysi turiga kiradi degan noaniqlik. Ba'zi faoliyat turlari borki, ularni o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tkazish mumkinmi yoki yakka tartibdagi tadbirkor bo'lish kerakmi degan savol tug'iladi. Bunday holatlarda Davlat soliq inspeksiyasiga murojaat qilib, aniqlik kiritish eng to'g'ri yo'l. Maslahat olish bepul va kelgusida katta muammolardan qutqaradi. 3. Apellyatsiya qilish huquqi. Agar sizga nohaq jarima qo'llanilgan deb hisoblasangiz, sizda qaror ustidan shikoyat qilish huquqi mavjud. Buning uchun jarima qo'llanilgan kundan boshlab 10 kun ichida yuqori turuvchi organga, masalan, ekologiya qo'mitasining viloyat bo'limiga yoki soliq boshqarmasiga yoki to'g'ridan-to'g'ri sudga murojaat qilishingiz mumkin. Shikoyat arizasida barcha dalillarni, guvohlarni va vaziyatning asl holatini batafsil bayon etish zarur. Bu jarimalarning noto'g'ri qo'llanilishida himoya qilishning muhim mexanizmidir. Ammo bu jarayonda siz haqli ekanligingizni isbotlash uchun yetarli dalillarga ega bo'lishingiz shart. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, bu o'zgarishlardan keyin siz qanday harakat qilishingiz kerak? Sizning xotirjamligingiz va moliyaviy barqarorligingiz uchun quyidagi aniq qadamlarni tavsiya qilaman. 1. Chiqindilar bilan bog'liq vaziyatni tekshiring va tartibga soling. Birinchi qadam: uy-joyingiz, hovlingiz va uning atrofidagi hududda chiqindilarni saqlash va utilizatsiya qilish tartibini ko'zdan kechiring. Agar sizda chiqindi tashish uchun shartnoma bo'lmasa, darhol mahalliy chiqindi yig'ish xizmatlari, masalan, maxsus trans yoki xususiy shirkatlar bilan bog'laning va shartnoma tuzing. Qayerga borish kerak? Mahalla fuqarolar yig'iniga yoki bevosita chiqindi yig'ish xizmati idorasiga. Qanday hujjatlar kerak? Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport, uy-joy kadastr hujjatlari.
Agar siz ko'p qavatli uyda yashasangiz, boshqaruv kompaniyasi yoki shirkat orqali shartnoma tuzilganligini aniqlang. Nima qilish kerak? Shartnoma tuzish, muntazam to'lovlarni amalga oshirish va chiqindilarni faqat belgilangan joylarga, konteynerlarga tashlash. Qurilish chiqindilari uchun alohida shartnoma tuzib, ularni maxsus texnika yordamida olib chiqib ketishni tashkil qiling. Hech qachon qurilish chiqindilarini maishiy chiqindi konteynerlariga tashlamang. O'zingizning atrof muhitga bo'lgan munosabatingizni qayta ko'rib chiqing. Endi ariqqa biror narsa tashlash, yo'l chetiga tamaki qoldig'ini tashlash, bo'sh turgan joyga axlat to'kish sizga qimmatga tushishi mumkin. 2. Tadbirkorlik faoliyatingizni legallashtiring. Birinchi qadam. Agar siz hozirda rasmiy ro'yxatdan o'tmasdan daromad topayotgan bo'lsangiz, birinchi navbatda sizning faoliyat turingiz qaysi kategoriya ostiga tushishini aniqlang. O'zini o'zi band qilgan shaxs, yakka tartibdagi tadbirkor, YTT yoki yuridik shaxs. Qayerga borish kerak? Davlat soliq inspeksiyasining hududiy bo'limiga yoki soliq mobil ilovasiga, portaliga. Shuningdek, Adliya vazirligining davlat xizmatlari markazlariga (DXM) murojaat qilishingiz mumkin. Qanday hujjatlar kerak? Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport. Agar YTT sifatida ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsangiz, bank hisob raqami ochishingiz kerak bo'ladi. Nima qilish kerak? Agar faoliyatingiz o'zini o'zi band qilgan shaxs ro'yxatiga kirsa, soliq mobil ilovasini yuklab oling yoki my.soliq.uz portaliga kiring. Ro'yxatdan o'tish jarayoni juda sodda va ko'p vaqt olmaydi. Ro'yxatdan o'ting, faoliyat turini tanlang va belgilangan yillik yig'inni to'lang. Bu sizni jarimalardan himoya qiladi va siz qonuniy ravishda faoliyat yurita olasiz. Agar faoliyatingiz yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tishni talab qilsa, Davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling yoki onlayn tarzda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali ro'yxatdan o'ting. Bu biroz murakkabroq jarayon, lekin baribir qulay va tezkor. Bu holda siz soliq turlaridan birini tanlashingiz va hisobotlarni topshirishingiz kerak bo'ladi. Agar faoliyatingiz litsenziyalashni talab qilsa, tegishli litsenziyalash organlariga murojaat qiling va barcha talablarga javob bergan holda litsenziya oling. Bu eng jiddiy holat. Litsenziyasiz faoliyat yuritish juda katta javobgarlikka sabab bo'ladi. Soliq inspeksiyasiga murojaat qilishdan yoki onlayn portalda ro'yxatdan o'tishdan qo'rqmang. Hukumat bugungi kunda tadbirkorlikni qonuniylashtirish uchun barcha sharoitlarni yaratmoqda va ko'plab imtiyozlarni taqdim etmoqda. Maslahatlar bepul. 3. Ma'lumotli bo'ling va shubha tug'ilsa, so'rang. Hukumat qarorlari, qonunlardagi o'zgarishlarni doim kuzatib boring. Bizning kanalimizda ham bunday ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Agar sizda biror vaziyat bo'yicha shubha tug'ilsa, qoidani buzayotganingizni his qilsangiz, avval tegishli davlat organlariga murojaat qilib, aniqlik kiriting. Ekologiya qo'mitasiga, soliq inspeksiyasiga, mahalla fuqarolar yig'iniga qo'ng'iroq qilib yoki shaxsan borib maslahat oling. Bu sizni ko'p bosh og'riqlardan xalos qiladi. Qoidani bilmaslik javobgarlikdan ozod etmaydi. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Aziz do'stlar, bugungi videomizda 1-maydan boshlab kuchga kirgan va har bir fuqaroga ta'sir qiluvchi jiddiy o'zgarishlar haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Sizga ma'lumotlarning aniqligi va foydaliligi muhim bo'lsa, sizni ogohlantirishni o'z vazifam deb bildim. Unutmang, yangi qoidalar sizni qiynash uchun emas, balki jamiyatimizni yanada tartibli, toza va adolatli qilish uchun joriy etilmoqda. Ularga rioya qilish har birimizning fuqarolik burchimizdir. Shu bilan birga, bu qoidalar sizga kutilmagan moliyaviy muammolar olib kelmasligi uchun bugundan boshlab o'z faoliyatingiz va turmush tarzingizni tartibga solishingiz zarur. Bugungi mavzu haqida o'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Bu sizga qanchalik foydali bo'ldi? Sizning atrofingizda shunday holatlar bo'lganmi? Ushbu videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga o'zbek tilidagi sifatli va foydali kontentni yanada ko'proq yaratishga motivatsiya beradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.